Hurmatli kombayn ishqibozlari, navbatdagi obzorimizga o'tamiz. Sho'rali soydamiz, Toshkent viloyatida ikkita kombayn sotuvga qo'yilgan. Jaguar Class 850 ko'rishlar mumkin. Ikkalasi ham sotuvga qo'yilgan. O'zini oldida mana jatkalari, ya'ni suluslarni urishga mo'ljallangan. Azizlar, birinchisi 2004-yilda ishlab chiqarilgan. 4X2, 4 vidish emas. Unisi 2001da ishlab chiqarilgan. 4X4, ya'ni 4 vidishli kombayn hisoblanadi. Bularga orqasiga pikap qo'shib beriladi. Ko'rishlar mumkin, mavsumga tayyor, ishlatishga tayyor holatda turibdi. Holatlari juda ham ideal. Porschedan keltirilgan. Naqdga 2004-yilda ishlab chiqarilganimizdan $80,000, 2001-yilda ishlab chiqarilganimizda $100,000 davomimiz. Ozgina yo'q-bu o'tiladigan joylari bor azizlar. Senaj so'raganlar uchun senaji ham bor. Hozir bu yerda yo'q, u ham sotiladi azizlar. Aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qoldirganmiz bemalol.